Olganman bu kelinda. Ana tarbiya, ana hurmat va kelinjon, qo'ying, ovora bo'lmang. Belingiz og'riydi. Kelin salom davomini o'zim qilaman. Qo'shnilarga. Ha, pul o'lsin ha. Oyijon, uyimdagilar kelishmoqchi ekan. Kelaversin va poygaklarda o'tirib ketadi. Oyijon, uyimdagilar kelishmoqchi ekan. Hay aylanay va kelsin, keladigan joyida. Podvaldan joy qilib qo'ying oyijon o'zimizga. Ha, o'zimizgami? Yo'q, podvalda emas. Qo'shniga chiqib turamiz. Tuzi pastmi? Onangizga o'xshab? Ya yaxshi-ku ona. O'chil! Sen tuzni farqiga qayerdan borasan, xotinni farqiga bormagan. Tuzi pastmi? Bu yoqda faqat biz pastmiz. Hamma joy soch kelin. Ha, sochim to'kilyapti oyijon, yaxshi shampun topolmayapman. Unda kalga oldirib tashlang. Onangizga ketasizmi? Bitta sochim to'kilganga oyimga ketaman oyijon. Voy aylana, kelin jonim. Labi? Sochingiz to'kilibdi-da. Yo tushib qolganda, bilmay qolgansiz. Yaxshi shampun topolmayapman. O'shanga senga mana trichap olib keldim-ku, mana buni skakras soch to'kilishiga qarshi. Undan tashqari mana o'sma degani bor. Mana bu qazg'oga qarshi. Mana bunisi uzun sochli uchun sochlarni mustahkamlaydi. Eng muhimi bular sulfatsiz Hindiston mahsuloti, eslab qol, trichap. Soch rostdan kerak emasmi, kelin? Umid aka, men homiladorman. Men homiladorman. Ana pishagimiz ham homilador. Hech kimga hech narsa demay yuribdi. Umid aka, siz ota bo'lasiz. Voy kelin jonim, turmushingiz mo'jiza-ey. Siz qanaqa kelinsiz-ey? Hech kim qilolmaydigan ishlar qilasiz.